Assalomu alaykum. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Biz endi shu ikkinchi tajallini solib qo'ydik. Shuni boshladik, xudo xolasa zakazimizni. Yana ko'rib boraverasiz, keyin qo'yib boraveramiz qarshi bitganini. Zinalarimiz yoqsa qo'ldan kelgancha podpishka etib, like bosib, kommentariy yozing, obuna bo'lib qo'ying. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib boraveramiz. Ustalarning nomerlarini qo'yib boramiz hammasini taxlab. Asosiy romlarimiz bitta, ustlarini, stupenkalarni qo'yib bo'ldikina. Stupenkalarni qo'yib, suvajilab bir qator hammani pirveka etib, taxtalarni bosib boshladik. Yana yarısinacha bosdik, xudo xolasa Anvar ustani ikkinchi bo'limini bosib boshladik. Taxtalar bir qator ko'rib, taxlashtirib, mo'shini akkalib, to'shni aytib chiqarib borayotir. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, murojaat etaversa, telefon nomerlarini qo'yib boramiz. Shu ko'nglingizni yetib chiqarib berishga harakat etamiz, xudo xolasa sifatli etib. Yana yuqorimiz zal, bir ulu zalga chiqadi. Stupenka yana risozat turibmiz. Xudo xolasa shuni ko'ngilli etib, uyning egasini ko'ngilli etib, tuzatib, zo'r etib beramiz, xudo xolasa. Perillalarni qo'yib, bitganlarini qo'yib boramiz hozir, xudo xolasa. Izini qo'ldan kelgancha montaj etib, qo'ldan kelgancha podpishka etinglar, zo'rlar. Kanalimiz bir rivoj uchun, shu ishlarimizni bir rivoji uchun podpishka eting. Sizlardan shuni so'rab qolamiz. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Like bosib, kommentariya bir omad deb kelsangiz, sizlardan xursand bo'lamiz. Yana bitgan holati rakovina qo'ydik yana. Yana perillalarni qo'yib, qo'l tutarlarni bir qatorlar qurildi polini. Yana hammaga bezopasni etib qo'yib, yosh bolalarim tushib ketmaydi. Baho bering. Taqvimlarcha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Like bosing, podpiska eting. Podpiska bo'ling. Qo'ldan kelgancha podpishka etib. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana qo'ldan kelgancha qo'yib berdik sizlarga.